Ishni vaqtida tugatib bermaganligim uchun uyda egasi bu safar ish haqimni bermoqchi bas. Shu ham insofdanmi ovsinjonlar? Xo'sh, nima qilsam bo'ladi ovsinjonlar? Uyda biror joyga tuxummi nimadir sasiydigan narsa qo'yib ketaymi yoki shat o'rnimdan turib mana shu o'xlov bilan uy egasini yaxshilab o'xlovlab uraymi? Xo'p, avval remontlarni davom ettiraveraylikchi. Bir gap bo'lar ovsinjonlar, shu fikringlarni kommentariyaga yozib ketinglar. Uyda egasiga kommentariyani yaxshilab o'qib turaman. Zora insof kirib qolsa. Har doimgidek eng ko'p berilyap turgan savollarga javob beraman. Bu uyingiz razmeri necha va nechta rulon abo ishlatdingiz? Bu xona 3x4 katta xona emas, 5 ta rulonda abo olib keldim. 1,5tasi ortib qoldi, 3,5tasini ishlatdim. Yarimtasini olib qo'ydim, mabodo kelajakda qitlaridir ko'chib qolsa yamash uchun. Bittasini magazinga vaziyat qilib, o'rniga nimadir olib kelaman. Ovsinjonlarim, esinglarda bormi? Yo'q, xonamda remonti 1 oyga cho'zilgandi, lekin bu xona 3 kunga qolmasan bitish arafasida. Bu degani anchagina tajribam oshibdi degani. Ovsinjonlarim bilan abo'yni rastakovka qilamiz. O'zgarib mikrofon ochdi. Cho'ntakka solamiz. Bo'ladi. Abo'yni solishtiramiz. Gillarini qaranglar, gillarini. Hamma blogerlar kiyimlarni afzal qilsa, men abo'yni afzal qilyapman. Zo'r ovsinjonlar. Bunaqa odam tug'ilmagan bo'lsa kerak. Boshlangan. Shu joyda tochini bilaman, hozir to'rtta o'sroq kelib kommentariyamni sasib ketadi. Erkakni ishini ayollar qilishi xato. Sizda eringiz yaqinda tashab ketadi yoki boshqasiga uylanib oladi yoki o'ynash ottirib oladi. Battar bo'ling, ersiz qolib ketasiz, remont qilib yuravering deb folbillik ham qilib qo'yishadi. Yana nimamush? Men yaxshi joyga kelin bo'lganman. Erimni pulini miyazza qilib ishlatib yuraman. Uy-joylarimiz yaxshi. Sizlar battar bo'linglar, shuna qilib remont qilib yuraveringlar, uyim joyimda yuraveringlar. Menga o'xshab yursalaring bo'lmaydimi deb kommentariyada aql chichibam qo'yishadi. O'zi aslida unaqa insonlar, unaqa ayollar ko'rmasdan katta bo'lgan, sal tuzukroq joyga kelin bo'lib, ko'rib o'zini yo'qotib qo'ygan. Bunaqa insonlarni ko'rmaganda ko'rgani qursin deydi. Ko'rib katta bo'lgan insonlarda ko'zi to'q, nazari to'q bo'ladi. Atrofdagilarni kamsitmaydi hech qachon. Eslatib o'taman, hammamiz 2 metrgina joyga boramiz. Hech qachon uy-joylarimizda yoki mol-u davlatimizda o'sha 2 metr joyga sig'dira olmaymiz. O'zimiz zo'rg'agina sig'amiz, shuni unutmanglar. Abo'ylarni yopishtirib bo'ldim, endi polga laminat tashlayman. Siz uyingizda poli taxtadan bo'lsa laminat qilib bo'lmaydi. Chiritib yoradi yoki mog'orlab, zak hid chiqib ketadi. Bu uy sement bo'lganligi uchun osonroq laminatdan foydalandim. Afsuski ozgina kam olib qo'yibman ovsinjonlar, endi uloq bo'lib qoladi. Bu uyda kamchiliklari hali ancha. Keyingi videoda inshaalloh bu uyda to'liq bitgan holatini ko'rishinglar mumkin. Uning uchun esa meni sahifamga obuna bo'lib kuzatinglar. Remontchi ovsinjoningiz istoriyalarga har bitta jarayonni joylab boryapti. Sizlar bilan istoriyalarda ko'rishamiz.